Qo'qon shahrida giyohvand moddalar savdosiga qarshi yo'naltirilgan tezkor tadbir o'tkazildi. Davronbek ko'chasida harakatlanib kelayotgan Sattorov boshqaruvidagi Lacetti avtomashinasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Rul tagidagi kichik bo'lmadan gugurt qutisiga joylangan o'tkir hidli va qo'ng'ir tusli 9 dona gashish moddasi topildi. Tadbir shu bilan cheklanmadi. Sattorovning O'zbekiston tumanidagi uyi ham ko'zdan kechirildi. Kiyim ilgisiga ilingan paket ichidan 2 dona gashishga o'xshash modda va 2 dona OPga o'xshash moddalar topildi. Shuningdek, uydan elektron tarozi ham ashyoviy dalil tariqasida olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Sattorov yil boshida marhum Yadamovdan jami 67,42 gram gashish va 29,69 gram OP sotib olgan. Uning maqsadi ushbu moddalarni qonunga xilof ravishda sotib, noqonuniy yo'l bilan boylik orttirish bo'lgan. Holatga jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi huquqiy baho berdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu modda bilan 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Shuningdek, sudlanuvchiga jazoni o'tash joyida giyohvandlikdan tibbiy yo'sinda majburiy davolanish chorasini qo'llash belgilandi.